Assalomu alaykum do'stlar. Ot bilan bugun 4-kunimiz. Hozir yo'lda ukamizni ko'rib qoldik. Ko'rasizlar, tanisizlar. O'zlarini mashhur she'rlar bilan ota haqida. Ha, ota haqida. Bitta aytib ber patchilarimga. Bo'ldi gapir. Jannat onalar oyog'i ostidagi beshar. Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas. Shubha yo'q bu fikrga. Biroq otamiz ham bor, ular ham jannat. Gap yo'q do'stlar. Mana ot qalay ko'rdik mana. Yo'lda shunaqa insonlarni uchratib, shunaqa qiziqarli voqealar qilib ketamiz do'stlar. Bilasizlar, bildingmi? Men obunachilarga telefon tarqatib ketyapman. Ha, bilyapman. Narsalar, sovg'alar. Inshaalloh sen bilan keyingi videolarda o'yin o'ynaymiz do'stlar. Kuzatib tursa, bu bolam telefon yutib olishi mumkin. Ot qalay? Zo'r aka, qarang, mani bo'yimdan ikkita keladi. Bitta sakrab chiqib olsang, mana shu bola telefon sovg'aydi. Bo'ldi. Hozirmi? Bitta sakrab. Bo'ldi, mana. Digarda. Digarga bo'yimdan yetmayapti. Bitta sakrab chiqadi. O'zim zo'ra chiqaman. Ushlab turgin. Ilgan chiqishlar ekan. Bismillah. Voy. Do'stlar, biz hozir Noringa qarab ketyapmiz. Kuzatib turinglar. Polvon akalar bo'lsa yozinglar. Qo'yga o'ynaymiz ot bilan. Ne deyacağım? Kecha yutdi mana. Ko'rdinglar, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Guvoh bo'ldim. Bunaqa do'stlar, kuzatib turinglar.